Kuchlik kim va uning Sharqiy Turkistonga kelish sababi? Mo'g'ulistonning g'arbida uzun zamondan tortib mustaqil xonlik idorasida yashab kelgan, ya'ni Nayman ismli bir qabila bor edi. Shu tarixlarda dongliq Mo'g'ul davlatini qurgan Chingizxon Hijriya 603-yili, milodi 1206-yili Naymanlarga hujum qilib, Nayman xoni Tayan xonni o'ltirib, qabilasini parakanda qilib etdi. Tayan xonning o'g'li Kuchlik xon bir qancha odamlari bilan Sharq Turkistonga qochib, Go'rxonning yanida boshpana topdi. Go'rxon uningga yaxshi muomala qilib, himoyasiga olgan edi. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda, Go'rxon Kuchlikka qizini berib, uni kuyovul qilib olganmish. Hijriya 604-yili Chingizxon Tangut xoni bilan urushib, Mo'g'ulistondagi askari oz qolgan edi. Kuchlik bu fursatdan foydalanib, Chingizxondan intiqom olish uchun Go'rxonning ruxsati bilan Emil va Altay tog'larida sargardan holda yashayotgan Naymanlarni to'plab, Mo'g'ulistonga u yer bu yerdan hujum qilib, o'ziga xeyli ko'p kuch to'pladi. Xorazmshah uning bu vazifasini anglab, maxfiy odam avatib, uni Go'rxonga qarshi isyonga kuchkartkili boshladi. Agar Kuchlik bu isyonda muvaffaqiyat qozongan taqdirida, Xorazmshah Sir daryosining sharqidagi butun o'lkalar, ya'ni butun Sharq Turkistonda uning Go'rxon unvoni bilan mustaqil hokimiyatini e'tirof qilganligiga va'da qildi. Kuchlik bu va'daga ishinib, fursat kutib turganida, yuqorida so'zlaganda Go'rxonning Samarqandga yurish qilib, Balasag'ondagi kuchining oz qolganligini anglab, Kuchlik Balasag'onga hujum qildi. Balasag'ondagi Go'rxonning askarlari shaharga kirib olib, qattiq turib elishdi. Shu holda Go'rxon Samarqanddan qaytib kelib, Kuchlikni og'ir holda mag'lub qildi. Kuchlikning odamlaridan ko'p kishi o'ldi. O'zi bo'lsa ozroq yaqinlari bilan qochib, Emil atrofida yurib, qaroqchilik qilishga boshladi. Kuchlikning Sharqiy Turkiston istilosi va zulmi. Tergo Go'rxon taslim bo'lgandan keyin Kuchlikxon o'zini Go'rxon deb e'lon qildi. Uning birinchi bo'lib qilgan ishi xalqni islomdan yondirib, shaman diniga kirishga tashabbus qilishdan iborat bo'ldi. Uning bu harakati Turkiston musulmonlari ichida umumyuzlik nafrat hissini qo'zg'adi. Ilining bosh tarafidagi olmiliq, ya'ni ili baliq xalqi o'z ichidan bir kishini xon qilib, Kuchlik bilan urush qilib tayyorlandi. Qarluq xoni Arslan Yapqu Chingizxonning homiyligiga kirdi. Qashqar, Uch va Kucha xalqi Kuchlikning hokimiyatini qabul qilmay, uningga qarshi chiqdi. Kuchlik oldi bilan Olmiliq xoni bilan elishib, bir qancha qitimliq urushdan keyin Olmiliq xoni shahid bo'ldi va Olmiliq Kuchligining qo'liga o'tdi va bu o'lkadagi butun shaharlarni vayron qilib etdi. Undan keyin Kuchlik Qashqar va Uch o'lkalarga tajovuz qildi. Xalq nihoyatda qahramonlik bilan yurtni mudofaa qilganligi uchun Kuchlik bu yurtlarning shaharlariga kirolmadi. Oxiri Kuchlik bu shahar atrofidagi yezlarga qaroqchilarni avatib, dehqon chorvachilarni bulab taladi, o'ltirdi. Ziroatlarga, yoyloqlarga va uy joylarga o't qo'yib vayron qilib etdi. Buning bilan 2 yil ichida Qashqar va Uch shaharlarda ocharchilik boshladi va xalq shaharni mudofaa qilishda ojiz qoldi. Kuchlik Hijriya 610-yili, ya'ni milodi 1213-yili Qashqarni ishg'ol qilib, shaharga o't qo'yib butunlay vayron qilib etdi.
shahar atrofidagi xalqlarni uylaridan haydab chiqarib o'z odamlarini yerlashtirdi. Hijriya 611-yili kuchlik Xotanga hujum qildi. Urushda Qilichxon shahid bo'ldi va shaharga kirgan kuchlik qatlig'am qilib va o't qo'yib Xotanni vayron qilibdi. Uningdan keyin Xotan xalqini islom dinidan chiqarib, shaman diniga kirgizish uchun har xil zulm salg'ili boshladi. Lekin xalq islom dinida ching turganligidan buningda muvaffaq bo'la olmadi. Kuchlik buning sababi Xotanda islom diniy olimlarining ko'p bo'lganligidan deb tunib, bu diniy tozlarni yo'qotishning qo'yga tushdi va bir kuni, ya'ni butun olimlar yig'ilsin, din haqida bas munozirlashimiz. Bu munozirda kimning to'g'ri chiqsa, shuningga qo'shilamiz deb e'lon qilindi. Ertasi bir maydonga 3000 dak olim yig'ildi. Kuchlik askarlari bilan hozir bo'ldi va munozira boshlandi. Xotan olimlaridan Imom Alohiddin islomning haqiqatini, islomning haq, ya'ni rost din ekanligini va butparastlarning botil, ya'ni yolg'on va asossizligini intayin kuchli dalillar bilan isbotladi. Bu dalillarga qarshi kuchlik bir narsa deyolmay, mat bo'lib islomga va payg'ambarimiz alayhissalomga haqorat qilg'ili boshladi. Imom Alohiddin bu qitim mislsiz g'ayrat bilan va tamkinlik bilan javob berib, kuchlikni texmo mat qildi. Bu vaziyatni olimlarni yo'qotishning bahonasi qilib, kuchlik askarlarga birdim buyruq qilib, to'plangan olimlarning hammasini qilich bilan shahid qildi. Shu kundan tortib azon o'qish, jamoat yig'ilib namoz o'qish qatorliq islom ibodatlari butunlay man'iy qilindi. Masjid va madrasalar vayron qilindi. Kitoblar ko'ydirildi va musulmondachilikni izhor qilgan kishi ming bir qiyin qistoqlar bilan o'ldirildi. Kuchlik bu zolimligi bilan 4 yil hukm surdi. Bu muddat ichida mutassib, ya'ni to'yin va ya'ni qomlarning yo'l ko'rsatishi bilan Sharq Turkiston xalqiga solmagan zulmi qolmadi. Ilm va madaniyatga to'lgan bu mamlakatni bir xarobaga aylantiribdi. Xalq davomli kuchga qarshi chiqqanligi uchun qonliq bostirilib, to'lisi shahid bo'ldi. Qolganlari qochib ketdi va yurt aholisi borgan siri oz qoldi. Hijriya 615-yili, ya'ni milodi 1218-yili Chingizxonning askarlari Sharqi Turkiston xalqining yordamiga yetishdi. Kuchlikni o'ldirib, xalqni uning zulmidan qutqazdi. Dinda va har ishda xalqning erkinligini e'lon qildi. Sharqi Turkistonda Chingizxon istilosi. Chingizxon Mo'g'uliston va Shimoliy Xitoyda imperatorligini qurib chiqqandan keyin ashaddiy dushmani kuchlik xonni yo'qotish va Sharqi Turkistonni o'z imperatorligiga qo'shib olishning ko'yga tushdi. Hijriya 614, ya'ni milodi 1217-yilining oxirida Chingizxon Chata, ya'ni Jaba Noyan ismli qo'mondonni 20 ming otliq askarlari bilan Sharq Turkistonga yo'lladi. Jaba Noyanga Uyg'ur va Qorliq qatorliq turk qavmlaridan nurg'un askar qo'shilib kelmoqda edi. Kuchlikmi butun kuchini elib, Xotandan yo'lga chiqib, Issiqko'lning yanida to'xtadi. U tarafdan Noyan yetib kelib, urush boshlandi. Natijada kuchlik eg'ir holda mag'lub bo'lib, butun qo'shini tarmar bo'ldi. O'zi ozgina odamlari bilan qochib Qashqarga keldi. Qashqar xalqi bu zolimni o'ttirg'i elib, toza intiqom oldi. Kuchlik 3 odami bilan qochib Qashqarning janubidagi tog'larga chiqib oldi. Chata Noyanning askarining orqasidan qo'g'lab kelayotganligini anglab, Badaxshon tarafga qochdi va Seriq qo'lga keldi. U yerdagi burun kuchlikning zulmidan qochib kelib, ovchilik bilan hayot kechirayotgan turkistonliklar
uni tutib Noyanning askarlariga berdi. Chata Noyan uning beshini kesib Chingizxonga avatdi. Chata yana Jaba Noyan undan keyin Yarkand, Xotan va Kuchani urushmayli qo'lga tushirdi. Va bu joylardagi ishg'oliyat tamomlangandan keyin Chingizxon bekitgan qonunga asosan din, mazhab, tijorat, terilg'u va boshqa turmush ishlarida xalqning erkin ishkanligini e'lon qildi. Mana bu surat bilan boshqa yurtlarning beshiga balo bo'lgan Chingizxon Sharqi Turkiston uchun bir qutqazg'uchi bo'ldi. Hijriya 615, ya'ni milodi 1218-yili Chingizxon Uyg'ur, Qorluq va Seriq Uyg'urlardek yerlik xonlarga o'z xonlarining idorasi ostida ishki mustaqillik berdi. 6 shahar mantiqasining yerlik hukmdori yo'qdi. Shuning uchun Chingizxonning oldida cho'ng inovatga ega bo'lgan yurt kattalaridan Manglar Suya ismli kishini 6 shaharga yerlik xonlardek huquqliq vali qilib avatdi. Manglay Suyaning bir puti oqsoq bo'lganlik uchun Chingizxon uni, ya'ni Do'g'lat deb ataydi. Ya'ni Do'g'lat Mo'ng'ulcha oqsoq demakdir. Shuning uchun Hijriya 921, ya'ni milodi 1515-yilgacha 6 shaharga hukmronlik qilgan Manglay Suya xondoni tarix kitoblarida, ya'ni Do'g'lat xoni deb yoziladi. Sharqiy Turkistonning Chingizxon zamonasidagi ahvoli. Sharqiy Turkiston xalqining qadimdan tortib tijorat bilan shug'ullanib kelganligi ma'lum. Qaraxoniylarning oxirgi davridagi kuchli xon zamonasida yuz bergan qalaymaqonchiliklar sababi bilan xalq tijoratni tashlashga majbur bo'lgan edi. Chingizxon istilosidan keyin tinchlik aksiga kelib, xalq yana tijoratga yuzlangili turdi. U chaqlarda Sharqiy Turkistonning tashqi tijorati asosan G'arbiy Turkiston bilan edi. Chingizxon bu yo'lni echish uchun Mahmud Yalvoch ismli musulmon vazirini Xorazmshohning qishiga avatib, bir tijorat kelishimi imzolatdi. Buning natijasida Hijriya 616, ya'ni milodi 1219-yildan boshlab Sharqiy Turkiston tijoratchilari Farg'ona, Buxoro, Xorazm va Balixga berish kelishga boshladi. Lekin bu tijorat aram 1 yil davom qilib, 400 Sharq Turkistonlik tijoratchini O'tiraz shahrida o'ltirayotganlik vaqasining yuz berishi bilan to'xtadi. Bu vaqaning jarayoni mundaq. Hijriya 617-yili 400 kishilik cho'ng bir karvon Sharq Turkistondan nurg'un mol bilan Xorazmga qarab yo'lga chiqib, Sir daryo bo'yidagi O'tiraz shahri kelganda, shahrning hokimi karvon ichidagi bir odam bilan shaxsiy adovati bo'lganligi uchun butun karvonni to'xtatib qo'ydi va Xorazmshohga, ya'ni Chingizxonning 400 nafar josusi savdogar qiyofatida keldi. Bularni nima qilaman deb xat yozdi. Xorazmshoh o'ylab o'ltirmasdan, ya'ni ularning hammasini o'ltirib, mollarini ol va Buxoroga avat deb buyurdi. Shuning bilan hokim 400 Sharqiy Turkistonlik begunoh musulmonni nohaq o'ltiribdi va mollarini oldi. Mana shuning bilan Sharqiy va G'arbiy Turkiston o'rtasidagi tijorat to'xtadi. Bu vaqa Chingizxonning G'arbiy Turkistonga va boshqa islom mamlakatlariga yurish qilish uchun yo'l ochib berdi. Shuning bilan mashhur, ya'ni Mo'ng'ul istilosi fojiasi maydonga chiqdi. Natijada millionlarcha musulmon jinidan va milidan ayrildi. Chingizxon o'lgandan keyingi Sharqiy Turkiston. Chingizxon o'zi hayot chig'ida qo'l ostidagi butun joylarni 4 o'g'liga taqsim qilib bergan edi. Bu taqsimotda
Бүтін Ғәрби Түркістан вә Шәрқи Түркістанның Алтай вә Емелдің башқы жайлары Чингисханның ikkinchi o'g'li Chag'atay xonning hassisi edi. Alтай va Emelni 3-chi o'g'li Oktayga bergan. Chingizxon hayot vaqtida Chag'atay xon az bir zaman Almiliq shahri, ya'ni hozirgi Qo'rg'osni poytaxt qilib, Almiliq va Balasag'in orasida yurib hokimiyat surgan edi. Chingizxon o'lgandan keyin Hijriya 624, ya'ni milodi 1227-yili Chag'atay xon davomli Qaraqumda turib, Chingizxonning o'rniga qog'on bo'lib Tulxonga maslahatchi bo'lib turgan edi. Undan keyin cho'ng xon bo'lgan, ya'ni birinchisi O'ktay xon zamonasidami uningga maslahatchi bo'ldi. U davrda Turkiston, ya'ni Chag'atay ulusi deb atalsa-mu, u joylar amaliyotda Chag'atayning bevosita boshqarishida emasdi. G'arbiy Turkiston Mahmud Yalvach va uningdan keyin o'g'li Mas'ud Yalvachning boshqarishida Sir daryosidan Emelg'icha Tangri tog'larining shimoliy yerlik baglar idorasida 6 shahar bo'lsa, Manglay Suya Do'g'lanning qarmog'ida edi. Quchu, Beshbaliq, Qumul va Barko'lni Uyg'ur idiquti idora qiladi. Bu yerlik hukmdorlar ichki mustaqilligiga ega bo'lib, o'z o'lkalarini Chag'atay xon nomida emas, balki Qog'onning nomida idora qiladi. Demakki, bu o'lkalarni Chag'atay ulusi deyish faqat ism e'tibori bilan edi. Sharq Turkiston xalqi bu davrda tinch yashab, iqtisodiy va ilmiy jihatlarda xeyli yaxshi taraqqiy qilgan edi. Sharqiy va G'arbiy Turkistonda Chag'atay xondoni davlati. Chag'atay xon Hijriya 639, ya'ni milodi 1241-yili o'ldi. Turkistondan iborat Chag'atay ulusi burunqidek yerlik xonlarning, ya'ni Qog'on nomida hukmronlik qiladigan hokimiyat shaklida edi. Hijriya 644, ya'ni milodi 1124-yili cho'ng qog'onlik taxtiga chiqqan Kuyuk xon Chag'atay xonining hayot chig'ida urushda o'lgan o'g'li Mutuganning o'g'li Qara Hulakuni Chag'atay ulusiga xon qilib tayinladi. Shuningdan boshlab Turkiston bevosita Chag'atay xonining hokimiyati ostiga kirdi. Qara Hulaku Almiliqni poytaxt qildi. Kuyuk qog'on Chag'atay xonining o'g'li Yusuf Munguni Qara Hulakuning valiahdi qilib tayinlagan edi. Hijriya 646, ya'ni milodi 1249-yili Yusuf Mugu Qara Hulaku bilan urushib mag'lub qilib, o'zi xon bo'lib olgan bo'lsa-mu, bir yildan keyin o'ldi. O'rniga xon bo'lgan o'g'li Muborak Shoh kichik bo'lganlik uchun onasi Argina xotun xonlikni idora qiladi. Lekin shu yilining oyida Chag'atay xonning yana bir navrisi Alg'u Argina xotunni o'ldirib taxtni tortib oldi. Qara Hulakuning taxtga chiqishi bilan Alg'unning taxtga chiqishi oraliqidagi 6 yil ichida Chag'atay xonadoni ichida davomli jidal majra bo'lib turganlikdan Shimoliy Turkistonning ko'plagan shaharlari vayron bo'ldi. Alg'u bu qalayimqonchilikni tugutib, yurtni tinchitdi va butun Turkistonni o'z idorasi ostiga oldi. Yalg'iz 6 shahardagi Do'g'lan xonadoni va Beshbaliqdagi idiqutni o'ziga tava joylarda xonning o'rinbosari sifati bilan ish qilib berishga tayinladi. Xorazm va Afg'onistonni bo'ysundirib, Chag'atay o'lkasiga qatdi. Hijriya 655-yili Qublay qog'onning qog'onlik markazini Qaraqumdan Beyjingga yo'tkab, Turkistondan bek uzoqlashib ketganlikdan foydalanib, Alg'u mustaqillik e'lon qildi. Shuning bilan Sharqiy va G'arbiy Turkiston, Xorazm va Afg'oniston qo'shilgan holda bir Chag'atay imperatorligini qurib,
poytaxtni Almaliqdan Samarqandga yo'tkidi. Hijriya 664, ya'ni milodi 1265 yili Alg'u o'ldi va o'rniga Qara Hulakuning o'g'li Muborak Shoh yana taxtga chiqdi. Muborak Shoh Chag'atay avlodidan tunji musulmon bo'lgan xoqon bo'lib hisoblanadi. Muborak Shohning zamonasida Chag'atay xonligida yolg'iz G'arbiy Turkiston va Afg'onistonning oz bir qismini qilib, Sharqiy Turkistonni O'ktay xonadoni egallagan edi.